Arzonchiroq elektromobil qarab yurganlar uchun koreyskiy Hyundai Ioniq mashinasini 10.900 ga baraka qilsanglar bo'ladi. Uyda zaryadka qiladigan bo'lsangiz, kilovatini ming so'mdan hisoblaganda ham 25 mingga to'ladi. Salonni bitta ko'rsataman. Akustika JBL ekan, slipoy zonalari bor, rul abagrev, 4 ta sideniyada abagrev, ikkita oldida abduvi bor ekan. Multimedialarni ko'rsanglar bo'ladi. Cruise kontrollarigacha bor. Probegi keladigan bo'lsa 136 ming bo'pti. O'zini zavodskoy registratorlari ham bor ekan. Besklyuchovoy dostуп, kaltsiz ochib yopish funksiyasi bor. Ikkinchi qatorini ko'rsanglar bo'ladi. O'rtada barlari bor. Mashinani orqasidan ko'rinishi, bagajini ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham keng ekan. O'zini pardalari imamlar komplektida damashin zaryadkasini ham qo'shib beraman deb aytibdilar. Kraskasiga keladigan bo'lsa, mana shu o't-bo'tida kraskasi bor deb aytdilar. Ustiga bemalol tekshirtirib olsanglar bo'ladi. Balonning holati ham o'rtacha ekan. Perikitga qoladigan payt kelib qopti. Yaqinda kondisionerlarini remont qilib, freonlarini yangi qo'yib qo'ydim deb aytibdilar. Egalari bilan savdolashib 10.900 ga kelishib qo'ydim. Bemalol pastda nomerlarini qoldiraman. Telefon qilib mana shu mashinani baraka qilsanglar bo'ladi.